Hurmatli obunachilarimiz, mana xaladeliklarda uchraydigan 90% muammo tok urishi. Bu qo'l tegirgan vaqt odamlar tok uribdi deb aytibdi. O'shaning sababini o'rganish uchun mana joyga keling, xaladelik oldiga. Kelib tekshirsak agar mana tok chiqaryapti. Tok chiqaryapti. Korpusga tok bor. Buni o'zi o'lchab ko'ramiz, sababini aniqlab, yechim qilib beramiz klientimizga. Testerimiz 96 volt tok chiqaryapti. Buni sababi zazimlena qilinmaganligi uchun bu tok chiqaryapti metal. O'sha hisobga ko'p iste'mol bo'libdi. Elektr energiyasini ko'p iste'mol qilib, yerga o'tib ketish holatlari ham kuzatilyapti. Buni o'z bartaraf qilish uchun sizlarga ko'rsatib o'tamiz zazimlena qilib. Mana zazimlenadan keyingi holati mana ko'ramiz. Mana xaladelik tekshiramiz, mana tok yo'q. Mana tester bilan tekshiramiz. Mana 0. Zazimlena bo'lgandan keyin mana 0 ga tushdi. Tok isrofi kamaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zlaringiz murojaat qilasizlar.